Tuzmen bal qilishning bunchalik oddiy ish ekanligini bilgan bo'lsanglar do'stlar, ballariңlarga necha qitim pishirib beratdinglar deyman. Shunchalik yumshoq yeyishlik bo'pti. Bir qitimda o'ngishli pishira oladi ekansizlar. Buning ketadigan materiallar 300 gram o'zimiz odat ishlatadigan unni ishlasak bo'ladi. 3 gram xamir turush, 1 tal tuxum, 120 gram sut, 40 gram shakar, 40 gram siyriq may ishlatamiz. Eng avval o'shaning xamir yig'ish mashinasiga men 120 gram sutni, 3 gram xamir turushni, 1 tal tuxumni chiqib bir elashtirib oldim. Tekshirlashgandan keyin unimizni solamiz. Anadagi 2 gram tuzni solamiz do'stlar. Anadagi 40 gram shakarni silib yig'asak bo'ladi. Yig'irish kuni o'tkazib besib qo'ysak bo'ldi. Men xamir yig'ish mashinamning do'stlar, mashinasining do'stlar 3 yil o'zim ishlatayotgan ham xamir yig'ira oladi, ham bo'ldira oladi. Anadagi mag'arib chipechin, pranik, bolkalarning xamirini yig'iradigan ayrim makonubkisini bajmi boshqa xamir yig'ish mashinalaridan farqlanadigan yeri yana shu. Anadagi boshqa xamir yig'ish mashinalaridan farqlanadigan yeri mening 5 litrligi, ya'ni men aslidagi siyriq qariq 5 litrligini isib qo'ydim. Boshqa xamir yig'ish mashinalarining 7-8 litrligiga teng, chunki bu jingmal şun sübətli çıxıdı, sığım yoğan çıxıdı. Bununla adətdə uyğunlar canslarını 8 adam bolsa, şununla 7 xamir yığasaq, şun xatircəm setib alsanlar boldu. 1 yılgacha buzulub qalsa, sizga yangisini almashtırıb berdi jumu. Anadan xamirimiz azroq shurib olgan siyriq mayni silib lam bo'ldirish knopkasini besib qo'ysa xamirimiz mana shunchalik payz bo'libdi. Anadagi buni tapmitan 4 ulushga ayirib olamiz, zo'l qilib olamiz. Anadagi sekinligimiz bilan bu shunday yeyib ichiga o'rab chiqib, ekranda ko'rsatilgan shakl bo'yicha mau tuzmen buni qilib qilsavasanglar bo'ladi. Anadagi ustiga boshamiz yeyib 40 minut atrofida turg'izib olsanglar bo'ldi, vaqtinglar yetsa jumu. Anadan keyin duxovkamizni oldi 10 minut burun qizitib qo'yamiz 170 gradus o'tda ustini. Ana duxovkaga silib 20 soatdan 40 minutgacha o'zinglar pişirsanlar bo'ldi. Mezlik pıraq chiqqan qadar pishiramiz. Duxovkalarni o't o'xshamaydi ekan. Shunga odatda o'zinglar qarab turib pishirsanlar bo'ldi. Duxovkada emas, mushta qiliblar deymiz. Har xil pishiriq materiallarning faoliyati ham davomlashyotdi. Boshpata nomerim bor. Meni qo'shilib turib ayrimxonada paranglasanlar bo'ldi jumu do'stlar. Xamir yig'ish mashinasini nurg'un do'stlar olamiz degan tanglar shu ostiga unlashga isib qo'ydim. Ostiga unlashni chekib turib setib olsanlar bo'ldi. 抖音